Salom do'stlar, 4-seriya boshlandi. Mana shu paytda nima qildingiz desa, mana shuncha qoldi. Mana bu chiqayotgan musori, mana bu tozalaganim. Ko'rdinglarmi, yaxshi ko'rindimi? Bir talay. Qaranglar, sizlarga bitta zo'r narsa aytmoqchiman. Agar chidab eshitsanglar. Mana bu ichidan chiqayotgan bir xil qurti bor ekanda. Qurti bor ichida. Tozalayotganda chidab bo'lmaydi. Juda nima deydi? Uni sepilgan changga o'xshab burqib kelar ekan, qurtni o'tirgan joylari. Shu ayvon ichida o'tirgan joylari tozalab tashladim. Endi buni nimaga bizga aytyapsiz? Men bir ikkita narsani orqaga qaytaman, o'shanga nisbatan aytaman. Uyimizda qo'yimiz bo'lardi. Rosa yo'talardi. deb uzoq yo'talardi. Keyin anaqani chaqirdik, veterinarniy vrach. Veterinarniy vrach qaradi, dedi, buni jigarda qurti bor dedi. So'yvaringlar dedi. So'yuvdik, действительно jigarni shunday tilim qilsa ichida shapaloq qurtlar chiqishni boshladi. Qolganlarini nima qilaylik desa, shoptolini bagini beringlar dedi. Kecha YouTube'da ko'ryotgandim. YouTube'da ham aytyapti, choylarga shoptolini bagini qo'shib ichsanglar, anaqa qiladi, ichaginglarni tozalaydi, qurtlarni tozalaydi. Mana yana bitta misol, Queensda yuruvdim, Amerikada. O'tda o'zbeklarning ovqati hamma joyda emasdi. Yozdim, o'zbekska kuxnya deb lokatsiyaga qidirishga Google'ga tashuvdim. Hindlarning joyi chiqib keldi. Hindlarning oldiga bordim deb bir narsa beringlar, qonim ochdi, yeydim. Bir narsa olib kelib berishdi, oti esimda yo'q. Shunda og'zimga soldim, butun garim-dori. Yeb bo'lmaydi. Men aytdim, "Что это такое, блин, bu yeb bo'lmaydi-yu. Men sizga o'rgataymi ovqat qilishni? Sen davay, ke. Mashitda ishlaysan." dedim, aytdim, "Yo'q, o'zim hozir oyligim zo'r. Kuniga bir $260-300 topardim. Kuxnyada kam beradi, $120 beradi. Yo'q, bo'lmaydi" dedim. Xullas kalom nima demoqchiman? Qisqasi, bizning ichimizda ham o'sha qurtlar bo'lsa, rosa yeb kaka qilgan ekskrementlari dabdala qilar ekan odamning ichini, chunki behini ichidagi qurtlarning sassig'ini ko'rdim, chidab bo'lmaydi. Nima demoqchiman? Chesnok yeb turinglar, chesnok yeb turinglar, chesnok. Shu videomda shuni aytmoqchi bo'ldim. Rahmat. Bu 4-seriya.